Assalomu alaykum, hurmatli BJ Group kompaniyamiz kuzatuvchilari hamda hurmatli fermer dehqonlarimiz. Ko'rib turgan maydonimiz oddiy usulda ekilgan bug'doy maydoni, biogluten va gumatkali organik o'g'itlari bilan suspenziya qilinmagan. Guvohi bo'ldikki, ushbu maydonimizdagi g'alla ekinlarini o'sish va rivojlanishi har xil holatda, barglarda sarg'ayishlar bor hamda azot va mikroelementlar yetishmovchiligi kuzatilgan. Tuplar soni kam va naychalash fazasiga endigina o'tish jarayonida. Yuqorida sanab o'tilgan fermer xo'jaligimiz maydonlardagi kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida biogluten gumatkali organik o'g'itlarimizni samarali yechim sifatida tavsiya etamiz. Ushbu maydonimiz ko'rib turishingiz mumkin, oddiy usulda ekilgan biogluten organik o'g'itlari bilan hali ishlov berilmagan. Ikkinchi videodagi holatimizda esa biogluten organik o'g'itlari bilan bir marotaba ishlov berilgan. Farqini, o'rtasidagi tafovutlarni mana ko'rishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot va xarid uchun hamda agrar sohaga oid bo'lgan savollar uchun bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali va yagona aloqa markazimiz raqamlari orqali bog'lanib bilib olishingiz mumkin.